Oshxonangizni tozalashga motivatsiya topolmay o'tirgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun mos keladi. Hozir 12 soat davom etgan uborkamiz. Sizlarga 7 minutda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Shkaflarimni shunaqa tez-tez bo'shatib olib, Sidalux oyna artadigan spreyga chaynak suvida gel qo'shib o'zimga shunaqa rastvor yasab oldim. Keyin shkafimni shunaqa hamma dobib qolgan joylarini mana shu gubkada artib chiqdim. Eshikni oshuv-moshuvlari, shkaf ichidagi sushilkalar hammasini artib, dog'larini ketkazib oldim. Lekin bu sushilkaga hech yuvilgan idishlarni qo'ymaymiz, sababi shkaf tegi qismi ishib qoldi. Magazinda shu lattani maqtashgan edi, uborkaga yarasa zo'r, hamma yoni top-toza qiladi deyish. Shkaf artayotganimda особенно hech nima sezganim yo'q, lekin oynalar, qora rangdagi texnikalarni shunaqa yaltiratib qo'yar ekan, har qatdan puliga arzirkan, maqtashganchalik bor ekan. Shkaf changig'adigan joylarini har uborka qilganimda mana shu lattada artaman. Ichiga oralari bilan kirib, zo'r qilib tozalab beradi. Shkafimizning bitta eshigi mana shunaqa teshikchalari ko'p, yarasa changi qiladi. Shotga bu teshiklarni ham hammasini bittalab artib chiqdim. Eshiklarning ruchkalari shunaqa tilla rangda bo'lgani uchun boyagi qora lattada artdim. Bitta ham dog' qoldirmasdan top-toza qilib artib berdi. Sushilkada ham rosa suvdan qolgan dog'lar ko'payib ketgan ekan. Shuning uchun hovlidagi rakvinaga olib chiqib, bemalol maza qilib yuvaman deb katta rakvinaga yuvib oldim. Yengidek bo'lib yaltirab qoldi. Shkaflarni artgunimcha bu yoqda yuviladigan idishlar ham ko'payib ketib qolgani uchun birinchi idishlarni yuvib kamaytirib olishga qaror qildim. O'zi idishlar unaqa aralash bo'lib turganda rosa yomon ko'raman, lekin uborka paytida baribir shunaqa bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun hammasini sort-sortiga ajratib, tez-tez yuvib oldim. Dog' bo'lib qolgan idishlarni sifda yuvardim. Sifim qolmagan ekan, shuning uchun oddiy gel bilan chaynak suvida yuvdim. Dimoxod reshotkalarni yuvayotganimda azilit sepgan qo'rqardim, dog' bo'lib qoladi deb. Magazinchidan nima bor deb so'rasam, mana shu narsani berishgan edi. Shunaqa zo'r narsa ekan. Buni sepgandan keyin qaynoq suv quyilar ekan, 15 minutga qoldirilar ekan. Keyin shunday ishqalasanglar, hamma kirlari shunday irib ko'chib tushar ekan. Menga eng yoqqan tomoni, o'zi rakvinam dog' bo'lib qolgan edi. O'sha dog'ni nima qilsam ham ketkazib olmayotgan edim. Reshotkalarni yuvish bahonasida rakvinadagi dog'lar ham shunaqa zo'r ketib, keyingi holiga qaytib oppoq bo'lib qoldi. U dog'larni ketkazishga ko'p narsalar ishlatib ko'rdim. Azilit ham sepib ko'rdim, chistollarda ham yuvib ko'rdim. Baribir unaqa yaltirab ketmayapti o'zi. Keyin o'zimcha xursand bo'lib, nima bu mo'jizali narsa deb pasta holiga keltirib, dimoxod tepasiga kirlarni ham artaman dedim, lekin u kirlarga umuman to'g'ri kelmas ekan. Birinchidan yaxshi erimas ekan, ikkinchidan men quritib artganingizda ham mayda-mayda bo'lib to'kilib turaverar ekan. Dimoxod tepalariga ishlatishni umuman tavsiya qilmayman. Qora lattadan qo'ymasin deb shu qora lattada artib, yaltiratib oldim. Keyin reshotkalarni ham hammasini artib, quritib, joy-joyiga qo'yib chiqdim. Shkaflarni artib bo'lganimdan keyin har kun ishlatadigan idishlarimiz, asosiy ishlatiladigan hamma idishlarni qo'yib chiqdim. Ularni artib o'tirmadim. Ora-orada ishlatadigan hamma narsamizni artib